Oh, mana polizdagi sabzavotlarimni ham olib olsam bo'ldi. Bu yerda esa sabzi, boshqa joyda esa kartoshkalarni olishim kerak. Salom Tayper, menga biroz miqdorda pul berib tura olasanmi ko'kidan? Ko'kidan bo'pti, menda aynan ko'kidan bor edi. Yaxshi bo'lmasa olib chiqib berib tur iltimos, ertaga qaytarib beraman. Xo'p, yaxshi. Mana bu pullar yetadimi senga? Hozir bo'lsa kerak. Yo'q, sal oldiroqqa tursang olasan. Mana. Bo'ldi, endi yetadi, bemalol. Rahmat katta, ertaga qaytaraman. Xo'p, xayr. Xo'p, mana do'stlar, qishloqiga ham biroz miqdorda pul, ya'ni dollardan berdim. Juda ham yaxshi do'stlar. Xo'p, endi esa poliz ekinlarimni, ya'ni sabzavotlarimni olib olishim kerak. Bu yerda esa sabzilar, narigi tomonda esa kartoshkalar. Yana biroz miqdorda sabzilarni olib olsam. Aha, yaxshi. Bu yerda hech narsasi qolmadi. Bu yerdan yana olaman. Bo'ldi, juda ham zo'r do'stlar. Aha, bo'ldi mana. Sabzavotlarni yig'ishtirib bo'ldim. Endi esa buni o'zimni uyimga qo'yib chiqsam ham bo'ladi. Xo'p. Aha, buni bu yerga qo'yib, sabzavotlarimni ham qo'yib, buni keyinchalik meriga berib kelsam ham bo'ladi. Juda ham zo'r do'stlar. Hamma ishlarimni bitirib bo'ldim. Endi esa nima qilsam ekan? Mayli, unda yo'limni davom ettiraman. Xo'p do'stlar, mana endi biroz yurib ketsam bo'ladi. Mana, stop, sizlar kimsizlar? Sen bizdan qarzdorsan. Qanaqa qarzdorman? Stop, men sizlardan qarzdor emasman. Bu yerdan qochishim kerak. To'xta deyapman, uni yo'lini to's. Yo'q, ular meni ortimdan kelishyapti. Qayerga bekinsam bo'ladi? Bo'ldi, mana bu daraxtning orqasiga bekinib olaman. Xo'p. Bu daraxt meni to'sib qoladimi degan umiddaman. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmayman janob, u menimcha bu tomonda emas, yoki boshqa tomonda. To'g'ri aytasan. Bo'lmasam sen ketaver, men u yerlarni qidirib ko'raman. Xo'p, bo'ladi janob, men ketdim. U ablah qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q, meni ko'rmadimi? Yo'q ekan bu yerda. Bu yerda yo'q ekan, men ham ketdim. Juda ham g'alati. Bular nimaga meni qidirishyapti? Qarzdorsan deyishdimi, lekin men ulardan umuman qarzdor emasman. To'xta, men kechagi kuni nima desam bo'ladi? Pul bergan edim qishloqiga biroz miqdorda. O'sha menimcha u qanaqadir o'yin o'ynab qo'ygan, shuning uchun pullarni yutqazib qo'ygan. Xo'p, nima qilsam bo'ladi? Juda ham cho'chib ketdim. Biroz uxlab olsammikin? Juda ham stressga tushib qoldim. Charchab ham ketdim. Mana bu joyda uxlab olaray bemalol. Yo'q, men qayerdaman? Seni ushlab keldik. Endi esa bu yerda seni o'ldiramiz. Yokida mag'lublarga ham qilamiz, to'g'rimi? Janob, to'g'ri aytyapsiz. Bo'lmasam biz ketdik. Tayper, baribir seni ushlashibdi-yu, to'g'rimi? Seni ushlashgan juda ham yaxshi bo'ldi. Sen bu yerda o'zi aslida hech kimga keraging yo'q. Faqatgina merni arzantasi bo'lib yuraver. Undan ko'ra menga qo'shilsang yaxshi edi. Bolalar, mashinani tayyorlab turing, hozir ketamiz. Seni esa yo'q qilishadi. Bu yerda esa hamma yo'q yeb ketadi seni. Yo'q, nimalar bo'lyapti o'zi menga? Oyog'imda ham yurish qiyinlashib ketdi. Juda ham tolib og'riyapti. Nima qilishni ham bilmayman. Oyog'im yo'q, nima bu oyog'imi? Yo'q, menga tegma, iltimos tegma menga. Nima? Sen menga tegmayapsanmi? Juda ham yaxshi. Unda sen ular qaysi tomonga ketganini ayta olasanmi? Rahmat. Iltimos, men seni ustingga chiqib olsam maylimi? Yaxshi, rahmat. Chiqib olay. Bo'ldi, rahmat. Qayerga ketyapsan? Bo'ldi, yaxshi. Ayiq palvon, rahmat senga, juda ham katta ish qilib berding menga. Rahmat katta. Men ham endi uyimga borishim kerak. Ulardan alamni olishim kerak. Ular shuncha ish qilganiga javob berishadi. Men esa ularni topaman. Yo'q. Ular menimcha tepada. Yaxshi, tepada bitta donasi turibdi. Narigi tomonda-chi? Yana bitta sherigi turibdi axir u yerda. Orqaga qaragandan foydalanib bu yerga kirib olaman. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi esa qurolimni olib
Ha, endi senlar javob berishasan. Bo'ldi. Narigini ham otib o'ldirishim kerak. Ha, bo'ldi mana. Ikkalasi ham ketdi. Endi esa men bu yerdan sakrab o'taman. Olg'a! Yo'ma-yo, nima bo'ldi? Yo'ma-yo. Endi nima qilaman? Boshqa joydan sakrab chiqamanmi endi? Kamerachi boshqa reels qiling. O'xshamay qolyapti. Sakra olmayapman. Endi esa bu tomonga o'tib olishim kerak. Oppa, bo'ldi, o'tib oldim. Juda ham yaxshi do'stlar, bu yerga birinchi marta emas, ya'ni bir marta bitta urinishda o'tib oldim. Endi bu yerga ham sakrab o'tib olaman. Juda ham yaxshi. Bu yerda qishloqlar juda ham ko'p emas, 2 dona ekan. O'sha qishloqlarga ko'rinmasdan o'tib olishim kerak. Hozir men qaysi tomondan o'tib olsam bo'ladi? Birinchi bo'lib narigi tomonga sakrab tushib olaman bu yerda. Yo'ma-yo, yaxshi. Hop, bu yerda qishloq turibdi. Men esa ularni ko'rmasdan o'tib ketaman. Yaxshi ko'rishmadi. Juda ham zo'r do'stlar. Menimcha bu qayerda bo'lishi mumkin? Ha, menimcha mana bu binoda edi. Ha, yaxshi. Endi esa bu binoga chiqib olsam bo'ldi. Meni hayotda Tayber topa olmaydi. Do'stlar, men mana 2-etajga chiqib bo'ldim. Mana bu tepaga chiqib bo'lsam, menimcha o'sha yerda bo'lish kerak. Ha, qani? Oy, senmiding? Nima deyapsiz? Men bu yerda birinchi marta kelishim bu yerga o'zi asli. Menimcha sen qilgansan, to'g'rimi? Yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Adabingni, hozir men seni yo'q qilaman. Yo'q, nima qilyapsiz? Yo'q. Menimcha u qishloq emas edi. Men boshqa qishloqni o'ldirdim. U qishloqni yuzda ochkisi bor edi.